Assalomu alaykum, hurmatli Texnobek kuzatuvchilari. Sizlar uchun AUX brendiga tegishli 12 li JLR va SSR modellarini olib kelib qo'ydik. JLR va SSR modellarimiz invektor va tentga ega. Bularning o'rtasida qanday farq bor deyishingiz mumkin. JLR modelimiz 410 freonda ishlaydi va oldi jaluzisi shunaqa oddiy bo'ladi. SSR modelimiz esa R32 freonda ishlaydi va oldi jaluzisi shunaqa teshi bo'ladi. Bu esa yozgi rejimlarda muzdek havoni bir xil yetkazib berishni ta'minlaydi. JLR modelimizni narxini $315 qilib belgiladik. SSR modelimizning narxini esa $320 qilib belgiladik va ozgina o'zgarish bor. O'zgarish nimada? JLR modellarimiz endilikda LRD bo'lib chiqyapti. SSR modellarimiz esa CRD bo'lib chiqyapti. Shunaqa arzon konditsionerlar haqida ma'lumot olish uchun pastga nomerlar qoldiraman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.